Toshkent shahri markazida odamlar shoshib o'tadigan, avtomobil qatnovi tinmaydigan bir yerda o'zida asrlar ovozini saqlagan sakinat va halovat maskani borligini bilasizmi? Bugun siz bilan aynan shu joy, ya'ni Suzuk ota ziyoratgohi haqida gaplashamiz. Suzuk otaning asl ismi Shayx Mustafaqul Xo'ja bo'lgan. U zot 1140-yili Turkistonning Qorachiq qishlog'ida tavallud topganlar. Hoji Ahmad Yassaviyning qanchalik mashhur shayx, Yassaviylik tariqati asoschisi bo'lganlarini bilasiz-a? Suzuk ota aynan u zotning nevaralari bo'lganlar. Yoshligidan sadoqat bilan xizmat qilganlari, itoatkorligi va kamtarligi uchun Yassaviy hazratlari u kishini Suzugim, ya'ni qora ko'zligim deb chaqirganlar. Keyinchalik Shayx Mustafaqul Xo'ja Suzuk ota nomi bilan el orasida mashhur bo'lgan. Suzuk ota o'zi tug'ilib o'sgan Turkistondan ilm va safar maqsadida safar qilib, Toshkentning ushbu muborak maskaniga kelib joylashadilar. Bu yerni o'zlashtirib, obod bir makonga aylantirdilar. Ilm va hunarlarini mahalliy aholi bilan bo'lishadilar. Keyinchalik bu yerda masjid va madrasa qurilib, faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shunday qilib, ushbu muborak maskan ilm va kasb hunar markaziga aylanadi. Hozirgi kunda Suzuk ota ziyoratgohi Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida Chorsuv bozori yaqinida joylashgan. Afsuski 1936-yilda bolsheviklar boshchiligida masjid va maqbara yopilib, metal buyumlar ishlab chiqarish korxonasiga aylantiriladi. Xonalar o'rniga korxona idorasi va ombor quriladi. 1989-yilga kelib, mahalliy aholining doimiy shikoyatlari va talablari tufayli hukumat tomonidan ishlab chiqarish to'xtatiladi. 2017-yilda davlatimiz rahbari Suzuk ota mahallasiga tashrif buyurib, maqbara va masjidni to'liq rekonstruksiya qilish, unga tutash hududni obodonlashtirish bo'yicha ko'rsatma berganlaridan so'ng 2019-yilga kelib Suzuk ota ziyoratgohi mana shunday ko'rkam va obod maskanga aylandi. Hammamizga ham olimlarni ehtirom qilish va mana shunday obodonchiliklarga sabab bo'lish nasib qilsin. Majmua atrofida usta va hunarmandlar uchun mana shunday milliy uslubda 34 ta 2 qavatli uylar qurilgan. Hozirda usta hunarmandlar bu manzillarda nafaqat yashashlari, balki o'z hunarlarini yosh avlodga o'rgatishlari va qo'l mehnati bilan yasalgan mahsulotlarini sotishlari mumkin. Endi esa Suzuk ota ziyoratgohining asosi bo'lmish Shayx Mustafaqul Xo'ja, ya'ni Suzuk otaning qabrlarini ziyorat qilamiz. Suzuk ota 1217-yilda vafot etganlaridan so'ng mana shu masjid yaqiniga dafn etiladilar. Keyinchalik u zotning 2 shogirdlari ham u zotning qabrlari yoniga dafn etiladilar. Suzuk ota maqbarasining dastlabki qurilishi Amir Temur davriga to'g'ri keladi. Yurishlarning birida to'satdan kasal bo'lib qolgan Amir Temur Toshkentda 6 oy muddat qoladi. Sog'ayganidan so'ng maqbara va masjid qurishga ko'rsatma beradi. Suzuk ota masjidi yurtimizdagi eng qadimiy masjidlardan biri hisoblanadi. Ko'rib turganingiz ushbu masjid 2019-yilda qurilib, muborak Ramazon oyida mo'min musulmonlar ixtiyoriga topshirildi. Qayta qurilishidan oldin taqriban 500 kishini sig'dirgan ushbu maskan hozirda bir paytning o'zida 2000 nafar namozxonni sig'diradigan ko'rkam masjidga aylantirildi. To'g'risini aytsam, Suzuk ota majmuasiga avval ham bir necha marotaba kelganman, lekin bu safarga kelishimiz o'zgacha bo'ldi. Chunki ushbu lavhani tayyorlash jarayonida Suzuk ota va mazkur majmua haqida avval bilmagan ko'plab ma'lumotlarimni o'rgandim. Sizga ham yangi ma'lumotlar ulasha olgan bo'lsak, xursandmiz. Avval ziyorat qilishga ulgurmagan bo'lsangiz, tez kunlarda qalbga sakinat ulashuvchi ushbu muborak maskanni ziyorat qilishingizni tavsiya etamiz.